2026 Chevrolet Cobalt modeli zamonaviy dizayn, kuchli va tejamkor dvigatel hamda ilg'or texnologiyalar bilan sedan segmentida yana katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu avtomobil yangilangan old panjara, o'tkir ko'rinishdagi LED faralar va aerodinamik kuzov chiziqlari bilan yanada jozibador ko'rinishga ega. Old bamper dizayni sport uslubida ishlangan bo'lib, avtomobilga dinamik va zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Yon tomondagi silliq chiziqlar va yangi dizayndagi qotishma diskalar Cobaltning tashqi ko'rinishini yanada boyitadi. Orqa qismida esa LED stop chiroqlar va ixcham, ammo zamonaviy bamper joylashgan. Salon qismi keng va qulay bo'lib, kundalik foydalanish uchun barcha zarur sharoitlarni taqdim etadi. Old panel to'liq yangilangan bo'lib, unda raqamli asboblar paneli va katta sensorli multimedia ekrani mavjud. Multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa haydovchiga smartfon bilan oson integratsiya imkonini beradi. Rul boshqaruvi ko'p funksiyali bo'lib, unda audio va qo'ng'iroqlarni boshqarish tugmalari joylashgan. O'rindiqlar ergonomik shaklda ishlab chiqilgan va uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Cobalt yangi avlod benzin dvigateli bilan taqdim etiladi. 5 litrli dvigatel kuch va tejamkorlik o'rtasida mukammal muvozanatni ta'minlaydi. Ushbu motor avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi bilan taklif qilinadi. Yoqilg'i sarfi shahar sharoitida ham tejamkor bo'lib, oilaviy va kundalik foydalanish uchun ayni muddao hisoblanadi. Yaxshilangan osma tizimi notekis yo'llarda ham barqaror va yumshoq harakatlanishni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida ham 2026 Cobalt e'tibordan chetda qolmagan. Avtomobil ABS stabilizatsiya tizimi, old xavfsizlik yostiqchalari va orqa parktronik bilan jihozlangan. Ba'zi komplektatsiyalarda orqa kamera va haydovchiga yordam beruvchi qo'shimcha tizimlar ham mavjud. Mustahkam kuzov konstruksiyasi yo'lovchilar xavfsizligini yuqori darajada ta'minlaydi. Yukxona sigimi keng bo'l.